o't qopidagi tosh, masalan hozir sizda 3 ta dona tosh turibdi, o't qopingiz ichida. Misol deylik, mana bu o't qopi, umumiy o't qopi. Mana bu o't yo'li. Masalan, tasavvur qiling, mana yashil narsa bu tosh. Endi bu tosh kelib turib o't yo'liga tiqiladigan bo'lsa, o'tib ketishi ham qiyin bo'ladi. Misol uchun yoki kirmasdan qaytib ketishi ham mumkin. Mana og'zidagi mana uchburchi joyiga kelib tiqilib qolishi ham mumkin. Misol, endi ikki xil uch xil holati bor. Monetka kelib qolsa, buni chiqarib olish ham muammo bo'ladi. Misol uchun. Tiqilib qolib turib, bu haligi nima deydi? Qo'yib yubormasa, orqasiga qaytmasa, u ham muammo bo'ladi. Tiqilib turib orqaga qaytgan taqdirda ham muammosi qanaqa? Og'riq bo'ladi o'sha tiqilgan paytda, orqaga qaytgan paytda yana og'riq yo'qolib qoladi. O't qopida masalan dimlanib qolishida og'riq bermaydi. O't qop dimlanib qolsa og'riq beradi, lekin ana zagib deydi, o't qop qiyshayib qolibdi deydi, ularda og'riq bermaydi. O't qopi faqat o'sha deylik tosh hisobiga dimlanib qolsa, o't qopi o'zi kattalashib ketadi, ya'ni o't suyuqligi to'lib ketadi ichkariga va shuni hisobiga o't suyuqligini chiqara olmasdan og'riq beradi. U og'riq, voy mana e'tibor beryapti deydi, unaqa og'riq emasda. Buklanib qoladigan darajada, ko'yniga hech narsa sig'maydigan darajada xuddi to'lg'on og'rig'iga o'xshagan og'riq bo'ladi. Bu qachon bo'ladi? Biz o'zbeklarda deylik, o'g'lini uylayotgan paytda bo'ladi. Nimaga unaqa deyapsiz desiz, biz ko'p ko'rganmiz amaliyotda. O'g'lini uylayotgan paytda, masalan, ungacha parhezini qilib yurgan, zo'r qarab yurgan o'ziga, o'g'lini uylayotgan paytda savzarchi kuni hech narsaga ulgurmaydi, vaqtida choy icholmaydi. Kim bitta deylik uzoqroqdan kelgan qarindosh sanga deb somsa qilib keldim yo mont qilib keldim, xamir ovqatda og'ir keladi. Bitta egizib qo'ygandan keyin ana tosh borib tiqiladida, hamma o'sha o'g'lini to'yini o'tkazadi, lekin to'y bolaning dadasi yoki onasi misol nimada operatsion stolda yotgan bo'ladi. Bu nima qilish kerak? Buni hozir svobodniy turibdi sizniki. Shashilish emas, parhez qilib tursiz, shashilish emas. Parhez degani oz-ozdan tez-tez yeb tursiz. Xamir ovqatlar yemay turasiz. Shashilish emas, lekin imkon darajada tezroq operativ yo'l bilan olib tashlash kerak. Operativ deganimiz qachonki tiqilib qolsa, bir qarish qilib kesib keyin olib tashlaydi. Hozir borib maslahatlashib oladigan bo'lsangiz, xirurg sizga maslahat beradigan bo'lsa, ruchkada teshik bo'ladi, lazer deydi xalq tilida. Nima desa bo'ladi? Laparoskopiya. Tepadan bitta, yondan bitta teshib kiradida, shuni o't qopingizni baylab olib chiqib ketadi, bo'ldi. Mana shu narsa tosh. Ro'porosa 1 sm ko'rinyapti. Bu yoqdan ko'rib o'lchaganimizda, hozir biz nariyoqdan ko'rib o'lchadik. Aslida deylik, mana pastdagi tosh boshqa tosh, tepadagi tosh boshqa tosh. O'zini yaqin bo'l. Mana bu boshqa tosh. Mana pastdagi boshqa tosh. Bu yerda o'z aslida 3 ta dona tosh turibdi, yonma-yon. Faqat biz bitta proyeksiyada emas, 2-3 ta proyeksiyada ko'rganmiz. Shuning uchun aniq ayta olyapmiz. 3 ta tosh yonma-yon turibdi deb. Mana yon tomonidan boshqa proyeksiyadan ko'rganimizda boshqacha ko'rinishda ko'rinadi. Mana bitta, 2 ta, 3 ta ko'ringan bo'lsa, tepada pastda bo'lib ko'rindi. Xullas, hozir tosh bo'lgani bilan o't qopi dimlanib ketmagan, ya'ni kattalashib ketmagan, zagiblar, boshqa o't qopini shamollashlari, unaqa bezovtaliklar yo'q, faqat tosh bor turibdi va bu qanday paydo bo'ldi? Yana bitta gapda, bu qumga o'xshab kirib kelib, bir-biriga yopishib turib toshga aylanib qoladi. Endi u narsani parchalab chiqarib yuboradigan narsa yo'q. Shuning uchun buni davosi, haqiqiy davosi faqat operativ yo'l bilan davo bo'ladi deb aytamiz.